Forrest Gump, Winston Grum, 24-qism. Xullas men uyga qaytdim. Poyezd ertalab soat 3 da mobil stansiyasiga yetib keldi. Syuning qafasi tushirildi va biz platformada yolg'iz qoldik. Atrofda perronni supurayotgan yigit va kassada uxlayotgan bir yigitdan boshqa hech kim yo'q edi. Biz markazga bordik va nihoyat tashlandiq uyda tunash uchun joy topdik. Ertalab men ombordan Syu uchun banan va restorandan tuxum, jampong, krab va boshqa narsalardan iborat nonushta sotib oldim. Keyin qandaydir qaror qabul qilish vaqti keldi deb o'yladim va onamning g'arib xonasiga bordim. Yo'lda bir paytlar mening uyim bo'lgan joydan o'tdik. Endi hamma yerni o't bosgan va yonib ketgan to'sinlar yotardi. Bu manzara menda g'alati tuyg'ularni uyg'otdi. Shunchaki yurishda davom etishim kerak edi. Biz g'aribxonaga yetib keldik va men Syuga hovlida o'tirib ayollarni qo'rqitib yubormaslikni aytdim. O'zim esa onamni qayerdan topishni so'radim. Katta opa juda yaxshi xonim ekan. Onam protestant bilan qochib ketganidan boshqa hech narsa aytolmadi va bog'ga chiqib boshqa ayollar bilan gaplashishim mumkinligini aytdi. Chunki onam u yerda o'tirishni va suhbatlashishni yaxshi ko'rarkan. Men Syuni olib bog'ga bordim. Haqiqatdan ham u yerda bir nechta ayol o'tirgan edi. Men biriga yaqinlashdim va o'zimni tanishtirdim. U menga, keyin Syuga qaradi va dedi: "Men kelishingizni taxmin qilgandim." Keyin u onam shaharning narigi tomonidagi kimyoviy tozalash binosining dazmollash xonasida ishlayotganini eshitgani haqida aytdi. Shuning uchun Syu bilan u yerga bordik va biz onamni u yerda shim dazmollayotgan paytida topdik. U meni ko'rgan zahoti o'zini quchog'imga tashladi. Xuddi o'tmishdagidek qo'llarini burishtirib yig'lab yubordi. Mehribon keksa onam. "Oh, Forrest", dedi u. "Nihoyat yetib kelding. Sen haqingda o'ylamagan kunim bo'lmadi va har kecha ko'z yoshlarim bilan uxlab qolardim." Bu menga tanish holat edi. Keyin men undan protestant haqida so'radim. "Oh, bu ablah taka", dedi onam. "U 16 yoshli qiz bilan qochib ketganiga bir oydan kamroq vaqt o'tdi. Chol qariyb 60 yoshda ekan. Senga shuni aytishim kerakki, Forrest, bu protestantlarning axloqi juda zaif." Keyin quvur tozalagichning tubidan ovoz eshitildi. "Gledis, nega dazmolni shimda qoldirib ketding?" "Yo Xudoyim", dedi onam va orqasiga yugurdi. To'satdan kimyoviy tozalash mashinasining derazasidan quyuq qora tutun chiqdi. Ichkaridagilar chinqirib so'kinishardi. Keyin qandaydir bahaybat kal yigit onamni ichkaridan sudrab olib chiqib, unga baqirib, yonoqlariga urdi. "Yo'qol, yo'qol", qichqirdi u. "Bu oxirgi imkon edi. Bu siz yoqib yuborgan oxirgi shim." Onam yig'lay boshladi. Men ularning oldiga borib, yigitga dedim: "Menimcha, onamni qo'yib yuborsangiz yaxshi bo'lardi." "Bu kim o'zi?" deb so'radi u. "Men Forrest Gumpman", dedim va u shunday javob qildi: "Tamom, bu yerdan jo'na va onangni o'zing bilan olib ket. U ishdan bo'shatildi." "Onam haqida bunday ohangda gapirmaganingiz ma'qul", dedim. "Nima?" dedi u. "Menga nima qila olasan?" Va men unga nima qilishimni ko'rsatdim. Avval uni havoga ko'tarib, keyin farroshlar yoniga olib bordim. U yerda ulkan gilam yuvish mashinasi bor edi. Qopqog'ini ochib, ichiga tiqdim. Keyin qopqog'ini yopdim va boshlash tugmasini bosdim. Orqaga qarasam, uskuna allaqachon chayish bosqichiga yetgan ekan. Onam yig'lab, ro'molcha bilan ko'zlarini artdi. "Forrest, endi men oxirgi ishimni yo'qotdim." "Xavotir olmang, ona", dedim men unga. "Hammasi yaxshi bo'ladi, chunki mening rejam bor." "Qanday qilib reja tuzishing mumkin?" dedi. "Sen tentaksan.
Qanday qilib tentakning rejasi bo'lishi mumkin? Kuting va ko'ring, deb javob berdim. Umuman olganda, birinchi urinishimdayoq hammasi yaxshi o'tganidan xursand edim. Kimyoviy tozalashdan to'g'ri onam yashaydigan yotoqxonaga bordik. Men uni Syu bilan tanishtirdim va u mening do'stlarim borligidan xursandligini aytdi. Hatto u maymun bo'lsa ham. Keyin onamning xonasida tushlik qildik. Syu esa apelsin olib keldi. Keyin u bilan avtovokzalga jo'nadik va avtobusda Babbaning qarindoshlari yashaydigan Lebatre ko'rfaziga bordik. Albatta, onam bizni yotoqxona ayvonida yig'lab kuzatdi. Qo'li bilan ko'zlarini artardi. Ammo men unga $5000 yarmini tashlab ketdim. Shuning uchun juda xavotir olmadim. Keyin biz Lebatre ko'rfaziga yetib bordik va men Babba yashaydigan uyni osongina topdim. Eshikni taqillatganimda kechki soat 8 edi. Bir chol eshikni ochib, mendan nima kerak deb so'radi. Men unga kimligimni, Babba bilan birga futbol o'ynaganimiz va keyin birga kurashganimizni aytdim. Shu payt u biroz asabiylashdi, lekin bizni uyga taklif qildi. Men Syuga tashqarida qolishni va o'zini ko'rsatmasligini aytdim. Chunki bu yerdagi odamlar bunday jonivorni ko'rmaganligi aniq. Yaxshiyamki, u Babbaning dadasi ekan. U menga bir stakan choy uzatdi va savol bera boshladi. U Babba haqidagi hamma narsa, qanday o'ldirilgani va hokazolar bilan qiziqdi va men unga bilganlarimni aytdim. Nihoyat u dedi: "Shuncha yillar davomida men u haqida o'yladim. Forrest, nega Babba vafot etdi? U otib tashlandi" dedim. "Yo'q, men buni nazarda tutmayapman", dedi u. "Men mana nimani tushunmoqchiman. Nega sizlar u yerda edingiz?" Biroz o'ylab dedim. "Menimcha, biz adolat uchun kurashganmiz. Biz buyruqni bajardik." "Yaxshi", dedi u. "Lekin sen u yerga borishimiz kerak edi deb o'ylaysanmi? Nima uchun? Nega ko'p yigitlar o'ldi? Bilasizmi? Men shunchaki o'sarman", dedim. "Ammo agar bilmoqchi bo'lsangiz, menimcha bularning barchasi bema'nilik." Babbaning dadasi boshini qimirlatib qo'ydi. Men ham shunday deb o'ylayman. Men unga nima uchun kelganimni tushuntirdim. Babba va men krevetkalar ovlashni qanday istaganimizni, keyin men kasalxonada bo'lganim va u yerda qisiq ko'zli yigitni uchratganim, u menga krevetkalar qanday yetishtirishini o'rgatganini aytdim. U menga qiziqib bir nechta savollar berdi. Keyin hovlidan qichqiriq eshitildi. "Kimdir mening tovuqlarimni o'g'irlamoqchi", baqirdi Babbaning dadasi. Devordagi qurolni olib, so'ng hovliga otildi. "Men sizga bir narsani tushuntirishim kerak", dedim va unga Syu haqida aytdim. Faqat u hech qayerda ko'rinmasdi. Babbaning dadasi uyga qaytib, xonar yoqdi va u hamma joyni yoritdi. Hovlining o'rtasida joylashgan katta daraxt tagida tuyog'i bilan yer kavlayotgan katta qora echki bor edi. Daraxt shoxlaridan birida Syu o'limdan qo'rqib o'tirardi. "Bu echki har doim shunday", dedi Babbaning otasi. "Hoy, yo'qol", echkiga baqirdi va unga tayoq otdi. Echki ketdi. Keyin Syu daraxtdan tushdi va biz uni uyga kiritdik. "Bu qanaqa hayvon?" so'radi Babbaning otasi. "Bu orangutan", dedim men. "Lekin u gorillaga o'xshaydi-yu." "Biroz", dedim men. "Lekin u gorilla emas." Xullas, Babbaning otasi uyida tunab qolishimizga ruxsat berdi. Ertalab esa krevetkalar yetishtirish uchun joy qidiramiz. Kechasi ko'rfazdan iliq shamol esib, qurbaqalarning qurillashi va chiyildoqlarning chiyillashini, ba'zan esa baliqlarning sho'pillash tovushini olib kelardi. Umuman olganda bu juda ajoyib joy ediki, men bu yerda o'zimni yaxshi his qilardim. Ertalab Babbaning otasi kolbasa va tuxumdan nonushta tayyorladi. Keyin biz kichik qayiqqa o'tirib, ko'rfaz bo'ylab suzib ketdik.
Suv sokin edi. Uning tepasida tuman aylanardi va faqat bir marta botqoqning bir qaysidir joyidan katta qush uchib chiqdi. "Xo'sh", dedi Babbaning dadasi. "Buingiz suvi to'lqinlar paytida o'sha yerdan keladi", deb botqoqlarga boradigan joyga ishora qildi. "U yerda juda ko'p hovuzlar bor va agar men siz xohlagan ishni qilishga qaror qilsam, bundan ortiqroq joy topolmasdim." Biz ko'rfaz bo'ylab suzib ketdik. "Qarang", ko'rsatdi u. "Tepalik bor edi. Tomi ko'rinadi. U yerda kulba bor. Keksa Tom Lafarj ilgari shu yerda yashagan. Ammo u vafot etganiga 5 yil bo'ldi. Kulba hozirda bo'sh. Biroz ta'mirlasangiz yashasa bo'ladi." Nazarimda oxirgi marta qirg'oqda ikkita eski qayiq bor edi. Ular hech narsaga yaramaydi, biroq ularni biroz sozlasangiz suzsa bo'ladi. Biz yana biroz suzdik. Keksa Tomning botqoqdan ko'lmaklargacha yo'llari bor. Agar siz ularni to'g'irlasangiz, u yerdan foydalanishingiz mumkin. Umuman aytganda bu shunchaki munosib joy. Babbaning dadasining aytishicha, ko'l va ko'rfazda juda ko'p krevetkalar bor. Shuning uchun biz hozir butun bir galasini tutib, ularni boqishni boshlashimiz mumkin. Va uning fikricha, krevetkalar ayniqsa paxta chigitini yoqtirishadi va bu juda arzon. Shunday qilib asosiy narsa suv havzalarini to'r bilan to'sib qo'yish va o'zimiz uchun uy qurish, oziq-ovqat zaxiralarini to'plash edi. So'ng biz krevetkalar yetishtirishimiz mumkin. O'sha kuniyoq ishga kirishdik. Babbaning dadasi meni shaharga olib ketdi va biz u yerdan hamma kerakli anjomlarni sotib oldik. U o'zining qayig'ini berdi va o'sha kecha Siyu bilan birinchi tunni baliqchilar kulbasida o'tkazdik. Yomg'ir tomdan sizib o'tayotgan edi, lekin men xafa bo'lmadim. Ertalab turiboq uni tuzatdim. Umuman olganda, tayyorgarlik deyarli bir oy davom etdi. Kulbani, qayiqlarni ta'mirlash, botqoqdan o'tadigan yo'llarni mustahkamlash va hovuzlarni to'r bilan o'rash kerak edi. Nihoyat, krevetkalarni hovuzlarga qo'yib yuborish mumkin bo'lgan kun keldi. Men kichkina to'r sotib oldim va Siyu bilan ko'rfaz tomon yo'l oldik. Kechga yaqin 20 kilogrammga yaqin krevetkalar tutib, hovuzga qo'yib yubordik. Ular shoshib, suv yuzasiga sakrashni boshladilar. Ha, yaxshi joy bo'lib chiqdi. Ertasi kuni ertalab 2 sentner paxta olib keldik. Krevetkalarga ozuqa bo'lishi uchun 30 kilo chigit tashladik. Ertasi kuni biz ikkinchi hovuzni tayyorladik. Shunday qilib biz butun yoz davomida juda ko'p ishladik. Qish, bahor o'tdi. Natijada 4 ta hovuzga ega bo'ldik. Hammasi yaxshi ketayotgandi. Kechqurunlari kabina ayvoniga chiqib garmonika chalardim. Shanba oqshomlari esa shaharga borib o'nlab piva sotib olardim. Siyu va men mast bo'lguncha ichardik. Nihoyat o'zimni halol mehnat qilib hayotda o'rnimni topayotgandek his qildim. Va qachonki krevetkalarning birinchi hosilini sotganimizda Jemmini izlab topishga qaror qildim. Balki u hali ham meni sevishdan to'xtamagandir.